Assalomu alaykum azizlar. Men hozir sizlarga qanday qilib tonggi sahifalar yozishni o'rgataman. Bilasizmi? Kunni qanaqa boshlanishi har kuni Alloh bizga yangi energiya beradi. Kechagi muammolarni tashlab, uyquga to'yib turib, bugungi kunni qanaqa davom ettirishingiz, kechagi negativ bilan davom ettirasizmi yo bugungi yangi pozitiv fikrlaringiz bilan hayotingizni yaxshilab borishga harakat qilasizmi? Yangi energiya beradi Alloh va siz turganingizda tonggi sahifalar sizni katta maqsadlardan kichrayibroq, kichkinalari orqali yana kattaga qarab borishingiz uchun ajoyib instrument, psixologicheskiy vosita, psixologicheskiy praktika hisoblanadi va bugun men sizlarga qanday qilib tonggi sahifalar yozishni o'rgataman. Tonggi sahifalar hozir 1 minut. Deylik, mana обязательно siz ertalab nimanidir yozishni asosiy maqsadi bu ertalab ongingizni nimaga programmalashtirsangiz, qanaqa dasturlasangiz, qanaqa bugun kuningiz o'tadi, bugun qanaqa pul topasiz, qanaqa biznes qilasiz, oilaviy hayotingizda nima o'zgarish bo'ladi. Bularni hammasini kundalikka yozsangiz, miyangiz xuddi tortishish kuchi tarzida mana shu programmani o'ziga tortib oladi. Aynan shuning uchun azizlar, har kuni, masalan, bugun 8-avgust 2026-yil yozdim va mana masalan, ko'pchilik mana hozir sizga yozib bo'lgandan keyin qanaqa qoidalari bor, qanaqa kundalik yozishni, tonggi sahifalar, tonggi kundalik yozishni men sizga foydali tomonlarini tushuntirib beraman. Xayolingizga nima kelsa yozasiz. Xayolingizga kelgan narsani yozishingiz kerak. Ko'pchilik mana kecha bitta video ko'rgandim. Biz Xudodan kam narsa so'rasak, Alloh bizdan xafa bo'lar ekan. Bizani nimadir so'ragan narsamiz xuddi dengizga mundoq ignani tiqsangiz qanaqa dengizni suvi qanchalik kamayadi? Umuman kamaymaydi. Xuddi shunaqa Allohni biza milliard so'raymizmi, trillion so'raymizmi, villalar so'raymizmi chet eldan yoki eng zo'r narsalarni so'raymizmi, Allohni boyligi, davlati kamayib qolmaydi. Aksincha, biz kam narsa so'raganimizda Alloh bizdan xafa bo'lar ekan. Nahot bu bandam mani karamimga, mani himmatimga, mani qudratimga ishonmaydi deb. Shu uchun azizlar, tonggi sahifalar sizga katta narsalarni so'rashingizga, miyangizni to'g'ri programmalashingizga sababchi bo'ladi. Demak, 4-5 ta qoidalar bor. Hozir hammasini tushuntirib o'taman. Tonggi sahifalar yozishni hamma narsa yozsangiz bo'ladi. Masalan, men baxtli ayolman. Endi meni auditoriyam ayollar bo'lganiga. Masalan, men baxtli ayolman. Mening daromadim oyiga masalan qancha xohlaysizlar? 10 million bo'lishi mumkin, 100 million bo'lishi mumkin. Yozasizlar. Men baxtli munosabatlardaman. Meni turmush o'rtog'im qadrlaydi. Munosabatlardaman. Deylik. Men karyerada muvaffaqiyatliman. Xullas, shunaqa qilib hammasini yozasizlar. Nimaiki xayolingizga kelsa, hammasini yozib tashlanglar. Hech qanaqa chegara yo'q. Chegara faqat sizning miyangizda, hayotimizda hech kim chegara qo'ymaydi va bizani chegaralaydigan yagona narsa bizning qo'rquvlarimiz, bloklarimiz, o'tmishdagi xafa bo'lgan qanaqadir vaziyatlar bizga travma berib, bizani oldinga ketishimizga xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun azizlar, sizni hech kim to'xtatmaydi, sizni hech kim bloklamaydi, o'zingizni bloklamang. Nima kelsa xayolingizga yozing. Keyingi qoida, ikkinchi qoida bu ijod qiling. Bunga voy shuni yozishim kerak, lish bu shu yozishim kerak deb emas. Haqiqatan prям ijodkorlik bilan mazza qilib yozing. Mana shu niyatlarimda nima menga yordam berardi? Niyatlarimni yozishda nima meni ruhlantiradi? Как ijod, tasavvur qiling, siz zo'r rasm chizsangiz, qanaqa mazza qilib rasm chizasiz? Xuddi shunaqa rasm chizgandek, niyatlaringizni shunaqa mazza qilib yozing. Umuman o'zingizni cheklamang. Keyin potok degan narsa bor. Potok nima narsa? Hozir men sizlarga chizib ko'rsataman. Potok qanaqa narsa? Hozir 1 minutочку. Xo'p, qaranglar. Hozir 1 daqiqa. Mana bizmiz.
chiroylimiz. Va har kuni bizaga Allohim tomonidan cheksiz energiya beriladi. Cheksiz energiya beriladi. Biza qanaqa ongli bo'lsak, biza qanchalik ongli bo'lsak, biza qanchalik kuchli ruh bo'lsak, duxovniy deyiladi rus tilida, ma'naviyatli bo'lsak, shunchalik bizaga mana shu Allohni energiyasini, Allohni ilmini, Allohni bizaga yuborgan cheksiz quvvatini tez o'zimizga olish qobiliyati beriladi. O'sha potokdan ulanishingiz uchun siz g'iybat, insonlarning hayotiga aralashmaslik, hammani muhokama qilmaslik, u nima qilyapti, bu nima qilyapti, ishingiz umuman bo'lmasligi kerak. Siz shunchaki o'zingizni hayotingizda yashashingiz kerak. Va bu narsa nimaga yordam beradi? Bu narsa potokingizni ochilishi, sizga hamma dunyodagi insonlar, psixolog, coach, gurularni izlamasdan o'zingizni potokingizga ulanib, undan maslahat qilib, to'g'ri yechimlarni olishingizga yordam beradi. Aynan shuning uchun, azizlar, potokka ishoning deganim, mana yozayotganingizda shunchaki tepadan nima kelyapti, qanaqa g'oyalar kelyapti, biznes haqidami, oila haqidami, chet elga ko'chib ketish haqidami, qanaqadir sotib olishingiz kerak bo'lgan narsalar haqidami, shularni hammasini shularni hammasini yozishingiz kerak bo'ladi. Keyin keyingi qoida, o'zingizni holatingizni to'kishdan kundalikka qo'rqmang. Masalan, psixologiyani bittada shunaqa tarafi bor, siz go'yoki faqat pozitivniy bo'lishingiz kerak. Siz faqat yaxshilik haqida o'ylashingiz kerak, faqat yomon narsani xayolingizga keltirmasligingiz kerak. Lekin biz tabiiyki insonmiz, bizada negativ emotsiyalar ham, pozitiv emotsiyalar ham bo'ladi va ko'pincha negativ emotsiyalarni bo'shatmasak, pozitiviga joy qolmaydi. Negativ emotsiyalarni bo'shatmasak, pozitiv emotsiyalar kelmaydi bizaga, yangi potokdan ideyalar kelmaydi, g'oyalar kelmaydi, biznes yechimlar kelmaydi. Aynan shuning uchun azizlar, обязательно har qanaqa emotsiya, pozitiv bo'lsin, negativ bo'lsin, kundalikka to'kib sochishdan qo'rqmang. Jahlimni chiqaryaptiman bu odam, ko'rishga ko'zim yo'q yoki mana bunaqa ishlarim o'xshamayapti, nimaga shunaqa bo'lyapti ekan, bemalol yozsangiz bo'ladi kundalikka. Bu kundalikni baribir hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun ichingizdagi negativni chiqib, masalan, tan oling, dugonangizga bir marta aytasiz, 2 marta aytasiz, opa-singilingizga aytishingiz mumkin, oxiri ular ham aytishadi. Bo'ldi, bizani ham negativga ko'mibording, boshqa eshitolmaymiz deydi va sizni eshitadigan yagona zot Alloh va mana shu kundaligingiz qoladi. Kundalikka emotsiyalaringizni baribir chiqarib yuborishingiz kerak. Shtob yangisiga joy bo'shashi uchun qo'rqmang, o'zingiz bo'lishdan qo'rqmang. Qayerdadir negativ bo'lamanmi yoki yomon o'ylab qolmaymanmi, noshukur bo'lib qolamanmi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q. Hamma emotsiyalaringizni to'kib sochishdan qo'rqmang. Chunki biz tirik jonmiz, ayniqsa ayol kishi emotsiyalari bilan tirik. Shuning uchun albatta emotsiyalaringizni chiqib ketishiga yo'l bering. Xo'p, azizlar, shunday qilib tonggi sahifalar shunaqa narsa, biz qanchalik hayotimizni yana bitta muhim joyi qolib ketibdi. Hozir 1 minut. Buni ham chizib ko'rsataman. Yana bitta muhim joyi qolib ketibdi, uzr. Deylik, mana niyatlaringizni yozishda ko'pchilik mana A, B nuqtalarni biznesda hammamiz o'rganganmiz, to'g'rimi? Vot, hozir man sizlarga ko'rsataman. A, B nuqtalarni hammamiz o'rganganmiz. Mana deylik bizada mana bu A nuqtada ba'zi narsalarimiz bor. Masalan, uyimiz, oilamiz yoki yana nimadirlar bo'lishi mumkin. Keyin bizani masalan B nuqtamiz bor. Bu A nuqta bo'lsa, bu B nuqta. B nuqtani ko'pincha insonlar o'zidan salgina yaxshi. Bu nuqtani ko'pincha insonlar o'zidan salgina zo'rroq holatini ko'radi. 1 oydan keyin, 3 oydan keyin. Yo'q, azizlar, masshtabli ko'ringlar. Qanaqa bu nuqtada zo'r yutuqlaringiz bor, qanaqa buyuk insonsiz, qanaqa
kuchli shaxssiz, qanaqa kruglada aylanyapsiz, qanaqa atrofingizda muhit bor, qanaqa boy davrlarda yuribsiz, qanaqa zo'r muvaffaqiyatli oilaviy baxtli dugonalaringiz bor, qanaqa darajada mashhursiz, qanaqa darajada baxtlisiz. Hammasi kerak bo'lsa chet elda yashayotganlaringizni, har hafta sayohat qilayotganingizni, bizneslaringiz zo'r bo'lib ketganini, farzandlaringiz borligini, turmush o'rtog'ingiz sizni boshida ko'tarib yurishini, hamma atrofingizdagi insonlar bilan zo'r munosabatdaligi, hammasini qo'rqmasdan yozingda. Mana shu tonggi sahifalarni o'sha B nuqtangizni ko'rib, o'sha nuqtaga olib boradigan yo'lni faktorlariga asoslanib yozing. Chunki ko'pchiligimizga yoshligimizdan ko'rpangga qarab oyoq uzat, nima qilasan katta gapirib, ko'p gapirma, masalan, nima deydi? Qarochi, hayotga moslash deb o'rgatilingan. Hayotni o'zingga moslashtir deb o'rgatilmagan. Aynan shuning uchun azizlar, men sizlarni har biringlarga o'zinglarga hayotni moslashtirishinglarni, mazza qilib yashashinglarni tilayman. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Men yaqinda o'zimni marketing va sotuvlarga oid, biznesga oid fokus gruppamni yo'lga qo'yyapman. Bu gruppada judayam ko'plab muvaffaqiyatli, go'zal, bir-biridan chiroyli ideyalar qaynab turgan bloger qizlar va tadbirkor ayollar qo'shilishadi. Shuning uchun agar siz fokus gruppada qatnashishni va bepul vebinarlarimizda ishtirok etishni istasangiz, hoziroq mana shu kanal ostidagi opisaniyadagi Telegram kanalimga o'tib olinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi YouTube videolarim nima mavzuda bo'lishini xohlaysizlar, обязательно izohlarda qoldiringlar va iltimos, qanaqadir yaxshi ko'rgan o'zingizni opa-singilingizga, dugonangizga bu videoni share qilib yuborib qo'ying va stories, agar meni ishtirokim bilan stories mana shu skrinshotni, videoni qo'yib, Gavhar Sagdullayevaning mana bu videosidan mazza qildim, mana bunaqa insaytlar oldim desangiz, men sizga o'zimni 21 ta meditatsiyadan iborat meditatsiyalar paketimni sovg'a qilaman. Bu praktikalar orqali siz yanada o'zingizga qaytib, hayotingizni pul, munosabatlar, xotirjamlik, sog'lik sohalarida judayam yana bir pog'ona tepaga chiqarasiz. Sizlarni yaxshi ko'raman azizlarim. Keyingi videolarda ko'rishguncha qanaqa mavzular bo'lsin, albatta izohlarda yozib qoldiring.